Erim ko'ksini kerib meni uy bekasi deb tanishtiradi. Beka? Qayerda bekalik? Beka deganing uyda ishchilar bo'lgan er-badavlat ayollarga aytiladi. Biz uy xizmatchisimiz. Ertalab tur, nonushta tayyorla, ularni yedir, ichir, to'ydir, kiyintir, bolalarni bog'cha maktabga bu kishimni ishga kuzat. Qasam ichamanki, jangga ketish oldida Sulton Sulaymon bunchalik serios, bunchalik g'amxo'rlik ko'rmagan, ammo isbot qila olmayman. Ketidan posida-yu, uy supursidir, mayda-chuyda detallarga hech kirmaysiz, tushundingiz. Farzand ona mehri istaydi, uy tozalik istaydi, er ovqat istaydi. Hech kim so'ramaydi, bu ayol nima istaydi. Bu yerdan turmushga chiqmagan qizlarga bildiraman. Otangizni uyida ishdan qochish imkoningiz bor, ammo ernikida yo'q. U nikoh o'qitilgandagi kasalida, sog'ida deyishlar butunlay yolg'on. Bu shu demakdir. Kasalimda ham, sog'imda ham men seni umr bo'yi kulingman demakdir. Zinhor va zinhor ahmoqlik qilib erta erga tegaman demanglar. Biz o'zimizni yoqdik, siz yoqmang. Keyingi apoq tavsiyasigacha xayr.